beraman. Aytaylik, fayl kengaytmalar bilan ishlayapmiz, to'g'rimi? Fayl kengaytmalarni qayerdan olamiz yoki ularni qanday qilib ko'ramiz? Birinchi o'rinda, rabochiy stolimizda yangi papka ochib olamiz. Yangi papka ochishni tezkor komandasi bor. Ctrl Shift N. Mana, yangi papka ochiladi. Endi biz o'zimiz xohlagan nomni beramiz. Masalan, qarang, mana shu faylni ochish uchun rabochiy stolga bitta bosiladi. Mana bo'sh joyga mishka bilan. Bosilgandan keyin Ctrl Shift N. Fayl ochiladi. Bundan keyin o'zimiz xohlagan nomni bersak bo'ladi. Hozircha bu fayl kerak emas, chunki men maytdan kengaytmalar deb ochib bo'ldim, to'g'rimi? Endi birinchi o'rinda ichiga Word hujjatini tashashim kerak. Word hujjatini tashashim uchun Word dasturiga kiraman. Dasturiga kirib, novi dokumentni ochaman. Menda yana mana yangi hujjat ochildi, to'g'rimi? Yangi hujjat ochilgandan keyin bu yerdan o'zim xohlagan narsani yozib, yo'qsa dokument bo'lsa dokumentni yozib, hammasini tugatib bo'lganingizdan keyin F12 klavishini bosamiz. F12 klavishini bossak, mana bizda Сохранить как degan oyna ochiladi. Сохранить как degani bu qayerga saqlamoqchisiz? Qayerga saqlashingiz kerak? Biz rabochiy stoldan fayl ochdik, to'g'rimi? O'shani tanlashimiz kerak. Mana rabochiy stolga bosaman. Mana kengaytmalar deb ochganmanmi? Bosaman ustiga. Ichiga kirdimi? Mana tepadan qayerga kirganini ko'rib olsangiz bo'ladi. Edit kompyuterdan, rabochiy stoldan kengaytmalar. Kengaytmalar bu hozir men ochgan yangi papkam. Keyin pastiga nom beraman. Mana imya fayl deb qo'yganmiz. O'qisangiz, mana ekrandan o'qisangiz, hamma joyini topib olsangiz bo'ladi. Imya fayl nomi deyapti. Endi bunga hozir mana yozgan narsam qo'yilib ketgan. Aytaylik, osh deyman. Endi osh juda ko'p yoqadi o'shanga. Keyin tip fayli. Tip fayli document Word turibdi, to'g'rimi? Document Word turgan bo'lsa, docx bo'lib tushadi. Agar mana bu yerdan xohlasak PDF ga o'tkazishimiz mumkin. Birinchi document Wordda saqlanib ko'raman, keyin bitta PDF ta qilib ko'raman. Saqlanibni bosdim, oyna yopildi, to'g'rimi? Yana bitta F12 ni bosaman. Mana bu yerda tepadan ko'rib olasiz. Pользователь Jahongir rabochiy stol kengaytmalar. Hali ham o'sha men ochgan papkani ichidami? Papkani ichida, to'g'rimi? Endi bu safar xuddi o'sha nom turibdi, boya qo'yganim. Faqat bu safar tip faylini document Word qilmayman. Buni PDF qilaman. PDF qildim, to'g'rimi? Saqlanibni bosaman. Endi chiqib ketaman. X ni bosib chiqib ketdim. Endi hozir ochgan papkam bo'sh edi, to'g'rimi? Boya bo'sh edi. Endi ichiga mana ikkita hujjat tushgan. Ustiga 2 marta bossam, ichiga kiradi. Mana ikkita osh degani turibdimi? Birinchisini ustiga bitta bosaman, belgiladim ko'k bilan. Mishkani o'ng tugmasi eng pastga tushib, svoystvani bosaman. Mana bu yerda tip fayl turibdimi? Tip fayl qanaqa? docx. X ni bosaman, ikkinchisiniki ko'raman. Xuddi shunday. Svoystvo. PDF. Mana, qarang. Birinchi ustiga bitta bosib belgilaysiz, keyin o'ng tugmani bosasiz. Mishkani o'ng tugmasini. Pastida svoystvo bor. Keyin tip faylda qanaqa fayl kengaytma tushganini ko'rsak bo'ladi. docx, to'g'rimi? Uje bizda mana docx bilan PDF tushdi. Endi Excel bilan PowerPoint ga. Xuddi o'shanaqa ana Excel'nikini ham ko'rsak bo'ladi. Excelga kiramiz, xohlasangiz narsa yozasiz, xohlagan narsalaringizni yozasiz yoki yozmaysiz. F12 ni bosasiz, yana tanlaymiz. Rabochiy stolda kengaytmalar ichiga tushishi kerak, to'g'rimi? Mana imya fayl. Bu yerdan yozib tashlaymiz. Yana osh deb qo'yaman. Uje osh. Mana ko'rsatyapti. Osh degan docx bilan PDF bor uje deyapti. Keyin mana u joyga qarash har doim esdan chiqmasin. O'zi kniga Excel deb turibdi, boyginda document Word deb turadi, to'g'rimi? O'zini dasturi turish kerak. Agar mana boshqalariga o'tib ketib qoladigan bo'lsa, boshqacha fayl kengaytma kelib chiqadi. Excelga qo'yib qo'yaman. Saqlanibni bosaman. Chiqib ketaman. Endi fayl kengaytma ichiga kiraman. Mana Excel'dagi paydo bo'ldimi? Mishkani o'ng tugmasi svoystvo. Mana. Excelmi? Excel bo'ldi. Xo'p, endi MP3 larni qayerdan olamiz? Internetga kirib, akkauntga kirganimizdan keyin
bizda internetda qidiruv oynasi ochiladi, to'g'rimi? Endi aytyapman, internetim juda tez ishlayapti meni. Mana, internetga kirdik. Aytaylik, o'zimiz biladigan bitta qo'shiqni yozsak bo'ladi. Masalan, men Navro'z deb yozaman. Keyin har doim qidirayotganliklaringda sizlarga nima kerak? O'shani kiritib ketinglar. Hozir bizga nima kerak? Bizga qo'shiq kerak. Fayl kengaytmasi qanaqa? Nuqta qo'yib yozaman. mp3. Keyin enterni bosaman. Eminda mana shu narsani kiritdim, mp3 ni kiritdim. Kiritgandan keyin menga mana skachat pesnyu yuklab olish. Qo'shiq chiqdimi? Eminda qo'shiqniki mana. Zvuk. Agar mana shu mp3 ni yozmasam, Navro'z deb o'zini qidiraman. Qidirgandan keyin nima chiqyapti? Mana Navro'z bayrami qachon bo'ladi 2026-yilda? Navro'z bayrami qanaqa bayram yoki videolar, o'sha keraksiz narsalar kelib chiqyapti, mana bunaqa ma'lumotlar. Men o'zimga kerak bo'lgan narsani aniq qilib yozsam, eminda qo'shiq chiqaraman. Birinchi saytga kiraman. Har doim o'zimizga kerak narsani mana shunday fayl kengaytmada yozishimiz kerak. Undan keyin skachat, doim yuklab olish, skachat bo'ladi. Yoki pastda mana boshqa qo'shiqlar tanlasanglar bo'ladi. Oldida mana unaqa belgi bormi? Demak biz buni yuklab olsak bo'ladi. Men mana unisini yuklab ko'raman yoki buni ichida. Hop. Mana qo'shiq ichida. Abbos degan qo'shiq endi. Yuklashni bosaman. Yuklashni bosdim. Ekranning tepasida o'ng tomonda mana yuklash boshlanadi. Necha megabaytligini yuklani internetim tezligidan mana 1 soatda yuklab bo'lar ekan. Bor yo'g'i 10 megabayt. Nima deysizlar, internet juda tezda. Yuklash boshlandi. Hozir uni ham ko'rsataman. Endi bizga ikkinchisi internetni ham nima qidirishimiz kerak? Video. Videoniki qanaqa? MP4. Endi 3 emas, bizga 4 kerak. Videolar chiqdimi? Mana bunaqa minuti ko'p bo'lgan videolarni skachat qilish kerak emas. Endi kerak bo'lib qolishi mumkin boshqa vaziyatda. Hozirgi holatimizda biz faqat probaga sinab ko'rishga ishlatyapmiz. Shuning uchun sal qisqarog'ini, oddiyrog'ini ishlatamiz. Hop. Videolarni olishga endi qaranglar. Sifatli va yaxshi rasm videolar uchun ham tez yuklab olmoqchi bo'lsanglar, mana bu sayt yaxshi. Pixels ham sifatli, ham tekin, ham tez yuklab oladi. Pixels. Men ekran videoni zapis qilyapman-ku. Mana videoni zapis qilyapman, keyin eshitib ko'rsalaring bo'ladi. Mana videolar chiqdi, to'g'rimi? Prosta mishkani ustiga olib boraman, downloadni bosaman. Oyna chiqdi. Endi mana tepada videoni yuklayapti mp4ni, pastda mp3ni. Ikkalasini ham yuklayapti. Endi aytaylik, hozir men yuklab bo'lguncha kutib o'tira olmayman. Vaqtimiz o'sha yuklab bo'lgandan keyin biz buni qayerdan olamiz yoki o'zimiz ochgan faylga qanday qilib tashiymiz? Edit kompyuterda tursa, har doim internetdan nimani yuklasanglar, xohlasanglar Telegramdan, xohlasanglar internetdan qayerdan yuklasanglar ham bu edit kompyuterga tushadi. Edit kompyuterdan ekranda chap qismida загрузки bo'ladi. Загрузкиga bosaman. Mana bitta mp4 bilan уже mana video tushyapti, to'g'rimi? Qo'shiq bilan bitta video. Bular hali tushib bo'lmagani uchun mana bu fayl kengaytmasi chiqmayapti. Hali yuklab bo'lmadi chunki. Aytaylik, pastda menda o'zi mana bitta mp4 bor ekan. Buni o'zini olib o'taman. Boyagini yuklashni kutib o'tirmayman. Ustiga bitta bosaman. Ustiga bosgandan keyin belgilaydi, to'g'rimi? Ctrl+C nusxa olaman. Nusxa olib mana yoqqa kiramanda tashiyman Ctrl+V bilan. Yoki ikkinchi yo'li bor, osonroq yo'li. Mana fayl kengaytmani bu yoqqa ochib tepaga qo'yamanda, bu yoqdan edit kompyuterda ochib bu yoqqa qo'yaman. Ikkala faylim ochildimi yonma-yon bo'lib? Ha? Shuni ustiga bosamanda bitta chap tugma bilan bosib turib bu yoqqa o'taman. Ha. Tez o'tadi. Lekin bu nusxalab olish bo'lmaydi. Mana bu yerdagi narsa mana, boya ikkita turadi, to'g'rimi? Endi bitta bo'lib qoldi. Bu pramoy bu yoqqa o'tib ketadi. Masalan, mana ham ikkita-ku. Bittasini shunday olamanda bu yoqqa o'taman. Mana. Bu yoqda mana yo'qoldi, mana yerdagi narsa bu tomonga o'tib qoldi. Ctrl+C bilan Ctrl+V nusxa oladi.
Ha, u yoqda ham bu yoqda ham paydo bo'ladi. Shunday qilib olib o'tsalar ham bo'ladi. Endi fayl kengaytma qilib bo'lganinglardan keyin keyingisida qanday qilib arxivlashni ko'rsatib beraman. Mana shu joygacha